matbuot anjumanida davom ettiramiz. Endi jurnalistlar bilan muloqotda O'kamka ustozi Mirjalol Shohir Qosimov bo'ladilar. Bugungi o'yinni sizning bahoyingiz. Men bahom qisqa Nasaf jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Qiynalib gol uramiz. Juda ham ikkita golni juda ham oson o'tkazib yubordi. Lekin xursand qiladigan tarafi ham mazmun bor. Oxirgacha kurash, muxlislar uchun o'ynash, muxlislarimizdan ham oxirgacha ushlab o'tirildi. Shu endi uni ko'rib chiqish kerak. Bilgan edi, Nasaf jamoasi oldingi o'yinda 4 ta himoyachi bilan o'ynagandi, lekin bizga qarshi 5 ta himoyachi bilan chiqishini kutgan edik ham, shunga tayyorgarlik ko'rgan edik ham va shunaqa ham bo'lib chiqdi. Lekin juda ham oson ikkita golni qo'yib yubordi. Birinchi bo'limda, ikkinchi bo'limda endi ishdimiz. Lekin xursand qiladigan narsa shu oxirgacha kurashcha o'ynash. Bu men o'ylaymanki, endi har doim ham yaxshi o'ynab, yaxshi harakat qilib g'alaba qozonilmaydi. Buni ham tan olish kerak. Yigitlar qo'ldan kelgancha harakat qilishdi. Minnatdorman, lekin ishlashni davom etamiz shu. Savollar bormi? Marhamat. Assalomu alaykum. Buni O'kamkaga aniqligi chiqmayapti va chunki o'yin davomida Agarda yaratgan vaziyatlarimizdan 10% urganimizda mag'lubiyat bo'lmas edi menimcha. ikkinchi taymdagi o'yin bilan birinchi taymdagi o'yin butunlay farq qildi. Biz ikkinchi taymda umuman boshqacha O'kamkani ko'rdik va Endi albatta esdan chiqarish kerak emas. Nasaf jamoasi ham yaxshi jamoa, yaxshi himoyalanadi, yaxshi harakat qiladi. Yaxshi o'yinchilari bor. Bularga bunaqa vaziyat yaratib bersa, yarimtadan ham golga aylantira oladi. O'shaning uchun shu. Bo'ldi, savollar yo'q. Rahmat.